Smart ko'zoynaklarning ustida ishlayapmiz. Bu smart ko'zoynaklarimizning kamerasi yo'q. Telefon orqali bog'lanadi va sizlarning telefoninglarni ko'z oldingizga chiqarish uchun moslashtirilgan. Mana Chrome Green ekranga ega va bu ko'zoynakdan foydalanib, masalan, men bosganimda ko'z oldimga dashbord chiqadi. Men nechta SMS kelganini ko'ra olaman, kim qo'ng'iroq qilayotganini ko'ra olaman va yana bitta bosib shu qo'ng'iroqni qabul qila olaman. Undan tashqari, masalan, hozir gaplashyapmiz, siz boshqa tildasiz, men boshqa tildaman. Muammoni hal qilish uchun ikkalamiz ham ko'zoynak taqishimiz kerak yoki bittaman. Va katta ehtimol bilan hozir ishlataman, chunki ruscha bunaqa yaxshi emas. Va men translator yoqqanimda siz bilan gaplashayotganimda real time'da tarjima qilib beradi va ko'z oldimga chiqarib turadi. Undan tashqari men bitta bosib not olishim mumkin. Masalan, uyga ikkita tarvuz, bitta 1 kilo olma olishim kerak deb yozib qo'yaman va u not men ko'z oldimda turadi doim. Do'konga borib notlarimni ko'rsatganimda ko'z oldimga notlarimni chiqarib beradi. Undan tashqari xohlagan vaqtimda Hey Siri'ga o'xshab Hey Focus deyman va ko'z oldimga AI chiqadi va men savol beraman, savolimga qisqa javob beradi. Undan tashqari biza bu ko'zoynakni keyingi 2 yil ichida hozir prezentatsiyada ko'rsatganimdek contextual learning ga o'tkazmoqchimiz. Sizni butun hayotingizdan ma'lumotlarga ega bo'ladi. Gaplashyapmiz, masalan, Kanada haqida gaplashdik davay va contextual learning suhbat davomida meni Kanada haqidagi bilimlarimni yo'qligini bilsa, ko'z oldimga Kanadadan masalan poytaxtini chiqaradi, Kanada haqida qisqa ma'lumot chiqaradi, suhbat yana ham qiziq davom etishi uchun. Undan tashqari, ya'ni hozirgi aytgan boyagi imkoniyatlarimdan kelib chiqib yana qo'shimcha imkoniyatlari bor. Ingliz tilini o'rgansangiz bo'ladi. Kun davomida taqib yurishga moslashtirilgani uchun o'ylab ko'ring, ishdasiz va so'z yodlashga vaqtingiz yo'q. Ishlab turgan joyingiz o'zidan ko'z oldingizga chiqadi va majbur bo'lasiz uni o'qishga. Va eng muhimi chalg'imagan holatda. Ko'zingiz chalg'itmaysiz. Masalan, ruldasiz, telefon ola olmaysiz, qanaqa xabar kelgan va ko'z oldingizga chiqarib beradi. Ham siz ruldan chalg'imaysiz va ham ko'z oldingizga chiqqan narsani ko'rib borasiz. Va shunga o'xshagan yana boshqa qulayliklar bor va eng qulayligimiz kun bo'yi taqib yurish mumkin 39 grammni ushlay oldik va o'shaning uchun menimcha hozir aytgan qulayliklarimdan keyin yana qo'shimcha qulayliklar qo'shish uchun hackathonlar va hokazolar uyushtirib foydalanuvchilarning o'ziga bermoqchimiz. Open source SDK bo'ladi. Ya'ni istagan inson kiradi, kodni oladi va o'zi xohlagan narsasini chiqaradi. Shuning uchun 10 ta bilan bozorga chiqmoqchimiz. Agar foydalanuvchilarning feedbackini ola olsak, 5 million atrofida chiqarmoqchimiz. Birinchi 10 ta uchun faqat bu va buni xarid qilganlar bizani Focus X 2miz chiqqanida ichida mikrofoni, touchpadi va ikkita ko'zi bo'lganida uni teng yarim puliga xarid qilishlari uchun imkoniyat yaratib beramiz. Birinchi feedback beradigan yuzerlarimiz bo'lgani uchun. Hozir ko'zimda turgan texnologiya mo'jiza deyman va bu mo'jizani ishlab chiqara oladigan atigi 3 tagina kompaniya bor. Sanoqli va sanoqli ham 3 taga sig'adi. Bularning bittasi bilan bizning hamkorligimiz bor va shuni ustida ishlayapmiz yana ham yaxshilash uchun. Va bundan tashqari bu texnologiya sanoqli kompaniyalar ishlab chiqaradi. Meta ishlab chiqaradi, Even Realities ishlab chiqaradi va buni biz hamkorlik qilamiz va hozir ko'rib turib ko'z oldimda chiqayotgan texnologiyani ishlab chiqargan Wuzix kompaniyasi va Wuzix ishlab chiqaradi. Undan tashqari yana bitta ikkita kompaniyalar bor, lekin ular ya'ni nima deydi, wow deydigan darajada nimadir yangilik qo'sha olishgani yo'q. Undan tashqari og'ir va biza imindan mana shu narsani ustida ishlayapmiz, shunday ko'zoynakni yengillashtirish va imkoniyatlarni chiqarish uchun. Sekin men ekranda ko'rsatgandim, Meta Oriondan keyin Metani Ray-Ban display chiqdi. U ikkita ko'zingizda bor va rangli chiqaradi, lekin minusi u og'ir juda ham, ya'ni kundalik taqib bo'lmaydi. Gadjet ko'rinishda ko'rishimiz mumkin uni. Kunlik 2-2,5 soat zaryadkasi yetib beradi va men ko'zoynagim 48 soat ishlaydi. Ba'zida undan ham ko'proq vaqt ketadi. Undan tashqari biz case'ni ustida ishlayapmiz hozir. Qo'yishingiz bilan zaryadga olishni boshlaydi. Hech qanaqa qo'shimcha zaryad amalga oshirishingiz shart emas. Kelajakka qarab ketyapmiz. Focus umuman ko'zoynaklar sekin-sekin smartfonlarning o'rnini oladi deb o'ylayapman. Katta ehtimol bilan, chunki insonlar agar ko'zoynak taqishga o'rgangan bo'lsa, telefonni cho'ntagidan chiqarishga ham erinadigan vaziyatlarga boryapmiz. Shunaqa. Augmented reality texnologiyasi hozir shu vaqtgacha urush uchun ishlatiladigan reaktiv samolyotlarda ishlatilgan bo'lsa, HUD texnologiyasi orqali ko'rgan bo'lsanglar, filmlarda kaskni kiyishadi va Iron Man'ga o'xshab interfays ochiladi. Va bitta bunaqa HUDni yasash shu vaqtgacha masalan F-35 uchun $1 million ortiq xarajat bilan qilina olgan narsa edi va hozir sekin-sekin texnologiya rivojlangan sari buni biz ham xarajatini kamaytiryapmiz va ham kompaktlashtiryapmiz. Ya'ni ko'zoynakka sig'dirishga harakat qilyapmiz. Va AR smart ko'zoynaklari tarixi
Google Glass bilan boshlandi 2013-yilda va boshlanishi bilan so'ndi. Agar ko'rgan bo'lsanglar, xo'sh, bu emas, Google AR Glass'i, ya'ni Google Augmented Reality ko'zoynagi hozirgi texnologiyaga o'xshab diffractive waveguide emas, ko'zinglarning oldiga kompyuter ekranini optik sinish orqali ko'rsatadigan texnologiya edi. Faqat hozir unaqa emas. 2019-2022-yillar orasida esa smart ko'zoynaklari faqatgina kameraga yo'naltirildi. Va buni sizlar Meta Ray-Ban orqali ko'rgansizlar. Meta Ray-Ban videoga oladi, rasmga oladi, sizlarni telefoninglar bilan asinxron ishlaydi. Va hozirgi vaqtda 2023-2025-yilda biza smart ko'zoynaklar olamida Even Realities degan bitta kompaniya bilan ko'zoynaklarni kundalik kiyib yurish uchun mosladik. Shu qo'limda ko'rib turganinglar, shu chapda ko'rib turgan ko'zoynaginglar bilan og'irligi bir xil. Va men bu ko'zoynak haqida ham aytaman. Hozirgi bozor segmentlari augmented reality ko'zoynaklari uchun monoxrom ekran bilan ko'zinglarni oldiga, xuddi Iron Man'ga o'xshab, masalan, notificationlarni chiqarish uchun, kelgan xabarlarni ko'rish uchun yoki telefonga qaragisi kelmaganlar locationga qaysidir boshqa joyga karta orqali, navigatsiya orqali borasizlar, bu endi ko'zinglarni oldida. Va undan tashqari consumer friendly bo'lish kerak, ya'ni sotishga oson bo'lish kerak va insonlar uni olib ishlatish kerak. Meta Ray-Ban display shunga misol bo'la oladi. Bu yoqda ko'rib turganinglar Meta Ray-Ban displayini ochilgan holati va Metani shu vaqtgacha Orion degan ko'zoynagi bor edi, smart ko'zoynagi va u bilan sizlar deyarli hamma narsa qila olardinglar. Xuddi AR ko'zoynak emas, VR ko'zoynak edi va juda super texnologiya. Bunaqa texnologiya bilan ishlay oladigan Metadan boshqa kompaniya bo'lmasa kerak, katta ehtimol bilan yo'q. Va hozirgi kunga kelib, oxirgi 2 yilda biza optik innovatsiya amalga oshirdik. Diffractive waveguide'lar bilan optik qirilish, ya'ni optik sinish amalga oshirilgan ko'zoynaklar bilan ko'zoynakni bir burchagiga projection, ya'ni proyektor urib turibdi-yu menga. Display proyektorni ko'zoynakni shishasiga uradi va sizlarni ko'zinglarning oldiga ekran sizlar xohlagan narsani ko'rsatib beradi. Va Even Realities G1 undan oldin kelinglar Vuzix bilan gaplashaylik. Dunyoda ba'zi kompaniyalar bor, bu texnologiyani topdagilari va bunaqa texnika ishlab chiqarish uchun diffractive waveguide olish uchun dunyoda atigi 3 ta kompaniya bor, ishonasizlarmi? Va men 2 yildan beri smart ko'zoynaklarning ustida ishlayapman va meni hozir ko'zimda ko'rganinglar prototipimiz va ishlashga tayyor. Va xudo xohlasa keyingi yil biz ham Expoda ko'zoynakni olib chiqamiz. Xo'sh. Vuzixning yo'li. Vuzix Amerikada joylashgan bo'lib, Amerika kompaniyasi va AR ko'zoynaklari ishlab chiqarishdagi topdagi kompaniya. Faqat Vuzix uni klientlarga emas, oddiy insonlarga emas, balki bizneslarga taklif qilyapti. Masalan, o'ylab ko'ringlar, ko'zoynakni taqasizlar, uzoq joydasizlar, temirni payvandlashni bilmaysizlar va yana bitta xuddi shunaqa ko'zoynak kiygan inson temirni payvandlashni real time da o'rgatadi sizlarga. Ko'zinglarning oldiga chiqadi va aynan qayoqlarini payvandlashinglar kerakligini bilib turasizlar. Va biza Instagramda yoki bilmayman hype bo'lgan ko'zoynaklar bor, Metani Orion ko'zoynagi. Bular bunga o'xshagan ko'zoynakni bundan yillar oldin chiqarishgan. Qo'limdagi masalan shu. Faqat nima uchun buni bozori yo'q? Sababi ko'zoynak kiyilganda ma'lum bir vaqtdan keyin insonning esidan chiqish kerak. Burun og'ritmaslik kerak. O'shaning uchun maksimum og'irlik 50 gram, 40-50 gram orasida deyiladi. Va qo'limdagi ko'zoynak yoki ekranda ko'rgan ko'zoynaklar 100 gram. Va o'shaning uchun ham faqatgina ish vaqtidagina ishlatish mumkin bo'lgan ko'zoynak. Nima uchun og'ir?
Birinchi navbatda buning ichida sistema bor. Mani ko'zimdagida sistema yo'q. Mani ko'zimdagi telefonimga Bluetooth orqali bog'lanib, telefon orqali xabarlashadi. Bluetooth protokoli orqali biz displeyga nimadir chiqaramiz. Buning ichida butun boshli tizim bor. Ya'ni taqqaninglardan keyin telefonga ulashinglar shart emas nimadir ko'rish uchun. Kamerasi bor va batareykasi kun bo'yi yetadi. Metani shunchaki kamerasi atigi 4 soat yoki 4,5 soat yetadi va boyagi metani Orionni, mashhur metani Orionni men bularni ishlab chiqaruvchilarga va dizaynerlarga juda havas qildim, chunki bunaqa texnologiyani chiqaradigan faqatgina bitta kompaniya bor, u ham Meta va Metaga yetkazib beruvchi bizning ham hamkorimiz hisoblanadi. Dunyoda 3 tagina kompaniya bor dedim va buni bittasi bilan hamkorlik qilish bizga nasib qildi. Xo'p, Meta Ray-Banda nima bor? Display bor, ko'zingizning oldiga nimadir chiqaradi va undan tashqari qo'lingizga taqilgan neural band bor. Sizlarning harakatingizdan aniqlab AI orqali displeyni boshqarishingizga yordam beradi. Doim qo'lda taqib yurishinglar kerak. AI yordamchisi bor, istagan narsalarni o'zgartirsanglar bo'ladi, qo'shimcha inputlar va hokazolarni ishlatsanglar bo'ladi, telefonga bog'lamasdan. Va qurbonlik qilingan 70 gram va batareykasini taxmin qilyapman 2,5 soat. 2,5 soatga yetadi va o'shaning uchun yana taxmin qilyapman, keyingi yana 3 yil davomida bu ko'zoynak ommalashishdan ko'ra ko'proq smart gadjet bo'lib hayotimizga kiradi. Ya'ni kundalik taqib yurmaymiz va hokazo. Bu arada nima uchun smart ko'zoynaklarning ustida ishladim? 2 yildan beri ishlayapman. Men ertalab uyg'onganimda yuzimni ham yuvishdan oldin birinchi esimga keladigan narsa ko'zoynagim. Chunki meni ko'zim minus va men ko'zoynak taqqanimdan keyin hayot yorug'lashadi. O'shaning uchun ham shu ko'zoynaklarning ustida ishlayapman va bu kundalik taqib yurishga mos bo'lish kerak. Ya'ni deylik 40-45 gram orasida bo'lish kerak. Davom etamiz. Even Realities G1 bu bozorni dominanti desak bo'ladi. Men o'zim havas qiladigan kompaniya va bu ko'zoynakni olib kela olmadim. Ko'zoynaklar ko'payib ketdi qo'limda. Ko'ryapsizlarmi? Texnikani ko'ryapsizlarmi? Va men buni mo'jiza deyman. Chunki 39 gram ikkita displey, ichida mikrofon va touchpadlar bilan va bunaqa texnikani ishlab chiqarish oson emas. Even Realities G1 ichki kichkina sistemasi bilan keladi. Sizlar o'ylaganinglardek Android emas, shunchaki ba'zi vaqtlarda tepaga qaraganinglarda ekranni ko'z oldingizga chiqarish uchun. Oddiy ko'zoynak ko'rinishida yengil, ixcham, kun bo'yi taqib yursanglar bo'ladi. Taqib yurganinglar esingizdan chiqib ketadigan ko'zoynak va bu ham hozir ya'ni ko'zimdami, boshimdami, yuzimda ko'rgan ko'zoynaginglar ishlatadigan texnologiya diffractive waveguide orqali ishlaydi va manikidan farqi bu premium. Davom etamiz. Bu ko'zoynaklarning narxi $800 atrofida. $700-800 atrofida. Xo'sh, AR texnologiyalari trendlari, diffractive waveguidelar haqida gaplashdik. Ko'p vaqtinglarni olmayman. Diffractive waveguidelar bu arada ko'zimdagi ko'zoynakni demosini ko'ryapsizlar. Hey focus deganimda ko'z oldimga tinglash amaliyotini bajarayotganini ko'rsatadi va men istagan savolimni berishim mumkin bo'ladi. Va tap qilganimda ko'z oldimga dashbord chiqaradi. Nechta xabar keldi yoki kim qo'ng'iroq qildi va hokazo ekranga chiqarib turadi. Xo'p, undan tashqari oddiy ko'zoynak ko'rinishida bo'lish kerak edi. Buni eplay oldik deb o'ylayman. Diffractive waveguide orqali artefaktlarni kamaytirishni ustida ishlayapti butun dunyo va biz ham shuni orqasida biz. 2025-2027 yil keyingi 2 yil davomida nimalar kutilyapti? HUD AI kontekstli. Hozirgina rasmda ko'rdinglar, bu HUD deyiladi. Ya'ni buni burchagida proyektorimiz bor va diffractive waveguide ni burchagiga projection amalga oshirganda ekranga chiqadi. Men buni mo'jiza deyman. Buni qanaqa qilib tushuntirib bersam bo'ladi bu texnologiyani? Diffractive waveguide deyapman, tushuntirib ketay buringlar. Oynalarni bir-biriga yo'naltirib, yorug'lik yo'naltirish haqida bilasizlar, to'g'rimi? Bitta joydan oynaga yorug'lik berasizlar, u oynaga beradi, bu oynaga beradi, u oynaga beradi va sizlar xohlagan joyga yetkazasizlar. Va bu texnika mo'jizasi xuddi shunaqa holatda ishlaydi, faqat nano holatda. Nano qirilishlar, nano sinishlar orqali ekranga chiqarib beradi va meni $4,5 ming birinchi bu ishni boshlaganimizda $4,5 ming tushirgan texnika.
Chunki biz buni ko'zoynaklarni integratsiya qilayotgan vaqtimizda aynan proyeksiya uradigan joyga kley to'kkanmiz. Va buni bittagina developer kitini olishni o'zi bizga 4,5 ming $5,000 tushgan edi. Even realities haqida gaplashdik. Ko'rdinglarmi qanaqa chiroyli turadi? Yuz uchun moslashtirilgan. Xullas aytganimdek form faktorlar 40 grammdan past bo'lishi kerak. Rangli hudlarga ehtiyoj sezyapmiz. Meta Ray-Ban display rangli edi. Meniki faqat monochrome green, ya'ni monoxrom yashil boya ko'rganinglardek va even realities ham xuddi shunaqa monoxrom yashil ishlatadi. Bozor segmentlari foydalanuvchiga bos bo'lishi kerak. Agar B2B xizmat bermoqchi bo'lsangiz, industrial sohaga kirishinglar mumkin va kundalik taqib yurish uchun ishlatilyapti hozir. Va meni xursand qiladigan narsa bu yoqda. Ekranda ko'rib turganinglar meni ko'zimdagi ko'zoynak va bu shunchaki prototip. Buni ustida 2 yildan oshiq ishladik va xudo xolasa bir kun O'zbekistonning g'ururi bo'ladi deb o'ylayman. Nima uchun? Chunki ismga e'tibor qilasizlar. Ism Focus. Va qachondir butun dunyoda bilmayman global joylarda, ekspolarda qatnashayotganimizda hamma o'zini eshitadi. Right eye hood, ya'ni o'ng ko'zimda display bor faqat. Biz Focus 2 ning ustida ishlayapmiz, ishlar boshlangan. Ikkita display qilamiz va e'tiborni chalg'ish kamayadi. Undan tashqari bizning kameramiz yo'q. Safety first, ya'ni bilasizlar, kamera taqib yurgan kamerali ko'zoynak taqib yurgan inson kimdir bilan suhbat qilayotganda qarshi tomondagi insonni fikri chalg'iydi, videoga olayotgan bo'lishi mumkin va hokazo deb, yoki shaxsiy muammolar bo'lishi mumkin, ya'ni privacy bilan bog'liq. O'sha vaqtlarda kamerasiz ko'zoynaklar talab qilinadi. Xo'p, va men u qismiga o'tib o'tirmayman. Diffractive waveguide'lar haqida aytdim. Bizning o'rnimiz va bizning ko'zoynaklar sizlarni ingliz tili o'rgatuvchi sifatida eng katta servis bilan bozorga chiqadi, xudo xolasa. Va agar oxirgi pejga o'ta olmayapmizmi? Oxiri shumi? Yaxshi. Hammalarga rahmat. Kuzatmoqchi bo'lsanglar, oxirgi veb sahifada saytni qoldirgandim, foc.uz. Qo'shganinglarda Focus bo'ladi. Kirib mailinglardan ro'yxatdan o'tsanglar yoki bo'lmasa telefon raqaminglarni ro'yxatdan o'tkazsanglar, qachondir yangilik bo'lsa, biz sizlarni xabardor qilib boramiz va sizlar uchun foydali texnologiya bo'ladi. Hammalarga rahmat.